Assalomu alaykum qabul go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Bugun sizlar bilan ajoyib mana shunaqa qizil karamdan mazali parhezbor salat tayyorlaymiz. Albatta mana karamni vaqt ko'p ketmasligi uchun maydalab to'g'rab oldim. Mana ko'ryapsizlar qizlar qanaqa. Iloji boricha mayda qilib to'g'raylar. Bodringni ko'ryapsizlar, mana shunaqa qilib to'g'radik. Endi bunaqasiga, uzunasiga to'g'raymiz qizajonlar. Videolarim sari boshqacha olishga harakat qilyapman. Sizlarga yoqyaptimi? Tushunarli bo'lyaptimi yoki eskicha oldingidagi montaj qilib olganim to'g'ri bo'ladimi? Sizlarga to'g'ri keladimi deb shuni savol bermoqchi edim. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana ko'ryapsizlar qizajonlar. Bu videoni mana shunaqa olardim. Ustiga gapirmasdan olardim. Keyin yana o'tirib uni montaj qilardim. Ozgina vaqtim yetmayapti. Oila ishlar, bolalar bilan, ibodat, ilmlar bilan. Shuning uchun rus kanallarimizda futbologlar rus kanalidagi ruslar yoki boshqa yevropaliklar, inglizlar yoki amerikansklar mana shunaqa gapirib bu qadar tayyorlashadi, o'zligini ko'rsatib. Men endi o'zimni ko'rsata olmayman, ruxsat yo'q, shuning uchun videolarimni shunaqa qilib olmoqchi bo'laman. Bodringlarni to'g'rab bo'ldik. Bitta katta bodring soldim. Yangi mahsulotimiz yashil bolg'ar bo'ladi. Uni ham xuddi bodringga o'xshab vaqt to'g'rab olamiz. Ko'rasizlar, bu taraf tekis tarafda qiyinroq bo'ladi to'g'rash. Ichki tarafdan to'g'rasanglar, osonroq, yuqoriroq to'g'raladi. Mana. Ordek xohlasanglar, mana shunaqa rediskalardan ham solsanglar bo'ladi. Hozir rediska mavsumi. Rediskani ham xuddi shunaqa qilib pari qilib to'g'raymiz. Mana. Juda ham foydali rediska. Agar mana shunaqa to'g'raladi. Hamma sabzavotlar juda ham foydali inson organizmiga, tanasiga, ayniqsa mana shunaqa iftorli ro'za, Ramazon kunlarida tez mana shunaqa mayonezsiz salatadan iste'mol qilib turish kerak. Iloji boricha kanalimda ko'rsanglar, agar mehmon bo'lsanglar, retseptlarimda salatlar, har xil mayonezli, mayonezsiz, tabiiy salatlar ko'rishingiz mumkin. Marhamat, kanalimga obuna bo'linglar, agar yoqsa retseptlarim. Do'st dugonanglarga ulashinglar. Fikrlarni yozib qoldirsanglar, yoqsa layk bossanglar xursand bo'laman. Bu kanalimiz rivoji uchun juda ham muhim. Mana shunaqa retseptlarni to'g'rab olamiz. Bir pasda tayyor bo'ladigan mazali salatadan biri tayyor bo'ladi. Yashil bolg'ari, xohlasanglar qizil solishingiz mumkin va rediska. Xohlamasanglar rediska topa olmasangiz solmasanglar ham bo'ladi. Ana endi mana barradek chiroyli mana ko'ryapsizlar, petrushka barg qismi va ukropni barg qismini chiroyli qilib to'g'rab solamiz. Bu yog'och qismini qaynayotgan sho'rvamizga solsak bo'ladi. Mayda qilib to'g'rab solamiz, sho'rvaga ishlatib olamiz. Petrushka ham juda ham foydali. Mazali, vitaminga boy bo'layotgan salatimizga, ya'ni bo'lajak salatimizga qo'shamiz. Qizajonlar, bunaqa video olishim sizlarga yoqyaptimi? Vaqt ko'payib ketmayaptimi? Oldin videolarim bilasizlar, ustiga montaj qilib joylardim. Vaqt yetmagani uchun, shuning uchun qizajonlarim ham tushunishadi. Mana retseptlarim yaxshi bo'lsa, yoqsa bo'ldi deb. Mana shunaqa tarzda video yuklayapman. Endi jo'xori solamiz. Bu salatimizni zapravka qilish uchun, ya'ni aralashtirishimiz uchun suyuqli tayyorlashimiz kerak. Shuning uchun hozir birma-bir uni tushuntirib o'taman. Ya'ni zapravka degani salatimizning mahsulotlari bir-biriga mazasi o'tish uchun ozgina ziravorlardan tayyorlab olamiz, suyuqlik. Qizajonlar, ozgina yodimdan ko'tarilibdi. Mana shunaqa qizil sabzini qirg'ichdan chiqarib, bitta qizil sabzi yetadi kattaroq. Solsanglar ham bo'ladi, men tayyor bozordan markavcha salati bo'ladi, bilasizlar.
shundan sola qoldim. Hamma yo'lida, hamma shaharlarda bo'lsa kerak, menimcha Toshkentda ham bor. Shundan mana bir katta pilada to'la chiqadi, shundan soldim. Sizlar agar shunaqa mayda to'g'ralsanglar, qizil sabzini to'g'rab solsanglar ham bo'ladi. Bir idishchaga katta qoshiqda 3 osh qoshiq yog' solamiz. 1 choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq soya sos. Bo'lsa 1 choy qoshiq garchitsa, 2 choy qoshiq limon suvi. Chesnokni o'zi bo'lsa bitta solasizlar, tish, 2 tish bo'lmasa mana shunaqa chesnokni qurug'idan, ya'ni sarimsoq piyozni qurug'idan solasizlar. Kashnich urug'i va yaxshilab aralashtiramiz. Va tayyorlab qo'yinglar qizlar. Juda ham mazasi, og'izda qoladigan mazali salat bo'ladi. Sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Albatta mahsulotlarimizni ishlatganimizdan keyin idishlarimizni tozalab olamiz. Isrof bo'lmasin. Qizlar qo'lqop kiyib olib, salatimiz ko'p ekan, barakali bo'lib chiqdi. Shuning uchun katta idishga soldim. Qo'lqop yordamida chiroyli qilib aralashtirib olamiz. Bu salat juda ham ranglari juda ham boshqacha chiqyapti. To'g'risini aytsam, o'zim ham birinchi marta rus kanalidan ko'rib tayyorlayapman. Albatta kimdandir o'rganadi. Qaranglar qiziljoylar ranglarini qanaqa chiroyliligini. Albatta tayyorlab qo'yinglar. Biz oddiy ko'k karamdan o'rganganmiz, salata tayyorlab, balki sizlar qizil karamdan ham tayyorlagandirsizlar. Menga juda ham bu retsept yoqyapti. Ta'mini ko'ramiz. Bu salat aralashgandan keyin bir 5-10 daqiqaga qoldiramiz. Boyagi suv mahsulot bilan sabzavotlarimiz bir-biriga kirishib olish uchun. Mana ko'rdinglar, o'sha kichrayapti, kamayapti. Karam o'z qattiqligini yo'qotib, sal bo'shashyapti, yumshayapti demoqchiman. Katta video bo'lib ketyapti, vaqti uzoq bo'lib, uzr so'rayman, lekin bittalab tushuntirishga harakat qilyapman. Oldingi montaj qilingan videolarimda bunaqa tushib ketgan joylari kesib tashalardi, tabiiy chiqsin deb, mana jonli chiqsin deb darhol tayyorlagan vaqtimda gapirib tushuntiryapman. Ya'ni oxirida opisaniyada qanaqa tayyorlanishi va nima qanchaki solganimni bittalab yozib qoldiraman qizlar. Agar savollar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Tushunmagan joylarni men tushuntirib beraman inshaalloh. Alloh qadr qilgancha. Mana tayyor bo'ldi. Bir pasga qoldiramiz. Mazasi bir-biriga o'tishi uchun. O'n daqiqaga qoldiramiz. 10 daqiqa o'tdi. Hozir iftor vaqti edi. Ramazon oyida tayyorlagan edim. Qo'lqopda tez solib tashlayman. Chiroyli qilib, mehmondorchilarga juda ham yaxshi mos keladigan salatlardan biri ekan. Men hozir ozgina og'zimni ochib yeb ko'rdim. Hozir sizlarga yaqinlashtirganini ko'rsataman. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Va sizlarda qanaqa chiqqanini albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Qizlar kelgan mana shunaqa video olib, darhol gapirib, montaj qilmasdan, montaj qilinadi, ozgina o'tib kesiladi. Joylayotganim sizlarga to'g'ri kelyaptimi? Shuni ham yozib qoldiringlar, albatta. Sizlarning fikringiz men uchun juda muhim. Aziz obunachilarimga mos keladigan tarzda video yuklashim kerak. Chiroyli qilib soldik. Hatto kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Stolimizga to'kilgan isrof bo'lmasin, olamiz. Stolimizni 5-6 marta artganmiz, juda ham toza bo'lib ketgan bu stollar. Ana endi qizlarjonlar, oxirgi daqiqalar. Bismillah. Bunisidan ko'rsataymi, bunisidan men. Sizlarga ko'ryaptim. Tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali, rang-barang. Jo'xori ham, rediska ham, yashil bolg'ari ham. Hammasi juda ham, ya ayniqsa karam bilan sabzi juda ham salatni ochib turibdi. Ozgina tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Juda zo'r. Bu salat tayyorlaganimga achinmadim. Bir xil
retseptlarni, salatlarni tayyorlasangiz o'xshamaydi. Bu salat juda ham tezda tayyor bo'ldi. Meni eng yaxshi ko'rgan salatlarimdan biri bo'ldi. Men hozir ko'p to'g'ri ovqatlanishga ahamiyat beraman. Bu meni eng zo'r salatlarimdan, ya'ni retseptlarimdan biri bo'lib qoladi inshaalloh. Qiziqchilar tayyorlab ko'ringlar albatta. Va kommentariyada yozib qoldiringlar, yoqsa like bosinglar va tanishlarga, yaqinlarga, dugonalarga jo'natib qo'yinglar kanalimni. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.